Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'li Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokholmda yashayman. Men navbatda ota-onam uchun yolg'iz kichik namoyish qilayotgan. 1,5 oydan eshib qoldi. Men meningki dadam Hamid Abdurahmon va opam Sadat Bovdin uchun guvohlik bermoqchi. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954-yilda 5-oyning 20 kuni tug'ilgan. İli Oblastda Telegraf idorasidan dam ilishga chiqqan. Opam bo'lsa Sadat Bovdin 1956-yilda 8-oyning 21 kuni tug'ilgan. Ondan keyin ili qatnash idorasi, ya'ni burunqi koni ili fangan, ya'ni ili mehmonxonasidan pensiyaga chiqqan. Mening ota-onam 2017-yili 1-oyning 27-kuni sahar soat 9 atrofida Ili Oblastda bexatarlik tarmoqlari tarafidan ochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirgan. Uningdan keyin ota-onamni og'zaki 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Birinchi qitimliq sudda 5 yil kesgan. Uningdan keyin bu yetarli emas deb 18 yillik qamoq jazosiga og'zaki hukm qilgan. Lekin og'zaki hukm qilgan bo'lsa-mu, sudninki kuchi hozirgacha amalga oshib, opam dadam Xitoyninki turmisida hozirgacha yetyapti. Dadamninki turmidagi o'rni bo'lsa Kunasda, opamninki bo'lsa Bayandayda diviziyadagi. Bularninki kesilib ketishninki sababi ikki turli bo'lib, birinchi sababi meningki Shvetsiyada yashaganligim va siyosiy faoliyatlarga qatnashganligim, uningdan keyin meni siyosiy panohlik tilidi deb Muşu sotda eğer baskan onundan keyin opam dadamni 2014-yili balasi bilan Turkiyada ko'rashgan deb ota-onamni xorlagan. Mening ota-onam bo'lsa hech qanday gunohi yo'q. Men chunki Shvetsiyada o'qishga kelgan chaqda ota-onam menga tarixiy materiallarni Beyjingdagi Shvets konsullik topshirgan chaqda hamma narsa layoqatli bo'lib o'qish vizamni layoqatli olganman. Şununla ata-onamninki hech qanday gunohi yo'q. Uningdan keyin meningki ikkinchisi bo'lsa, uydagilarninki meni shu siyosiy panohlik tilgan, siyosiy faoliyatlarda bo'lgan, namoyishga chiqqan deb shunday kesib o'tgan. Buni G'ulji shaharlik JX idorasining boshlig'i Nig'mat shunday qilib qo'yib o'tishga tegishli vaqtda qo'yib o'tmay İnsan Tekshirish komitetiga topshirib berib, sud orqali ota-onamni kesib o'tgan. Undan keyin 2017-yili adamni G'uljininki, Jonfavininki ikki Uyg'ur bola yosh ishlar chaqirtib, shu hukumingizningki ishlar sababidan bo'lgan asosiyatdan hukumingizga tarbiya qiling, ota-onangizni 3 oylik o'qishga kirdik degan. Balkim shu chaqda yangi boshlangan chaqda xalqni qaymoqtirish uchun o'qish 3 oylik undaq deb nurg'un odamlarni solab mana hozir vatanimizda irqiy qirg'inchilik qilyapti. Xitoyninki jinoyatini Amerikaninki tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandim Junxo Xalq Jumhuriyati Xitoylar ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti deb jinoyatini bekitdi. 2020-yili 1-oyninki 19-kuni bekitdi. Buningga ergishib Yevropadagi ba'zi kuchli davlatlar o'zininki milliard dollarlik savdolarga qaramay bizga hukumatdan bo'lmasmi ishqa parlamentlardan Xitoy irqiy qirg'inchilik qilyapti deb shunday qildi. Lekin buni shu yerlikdagi Xitoy jasuslari voy bu hukumatdan chiqqan emas, parlamentdan u bu dedi. Nereden chiqqan bo'lsa shu davlatdan chiqdi. Parlament degan shu hukumatga qaraydi. Hukumat bilmay qolanda, hukumat bilmasa ashularga qildamda bu ishni. Qiziq gap. Qarindoshlar, bizningki mushundaq ro'yimizni sundirdigan, psixikamizni sundirdigan gaplarni qilib, Xitoy jasuslari bizningki yo'limizni to'sayotdi. Bular shu bizni shu xalqaro jinoiy ishlar sudiga bermasin deb Xitoy xo'jalarini ayayotdi. Chunki Xitoy hamon bir kun parchalansa, buningki hisobini berdiganligi uchun taraf-tarafdan har xil yo'sinlarda bizni qaymoqtirib, bizni shu guvohlik berishdan bosh tortqizib, yo'qolang bo'lgan narsalarni qilib, videolarni to'liq ishlab elib
haqiqiy bir sotqa bir bir haqiqiy kuchga ega bo'lgan bir sotqa beranmidi ham beranmaydi chunki bularniki qo'lida bularniki nimasi bog'liqi xitoyninki qo'lida shuningga qarindoshlar o'zimizningki kallasiga o'zimiz ega bo'layli atrofimizdagi xitoy tilli dushmanlarga nima qilayli qarshi turayli xoinlarga yo'q deyishni bilayli xalq inqilobini qo'zg'ayli xalqninki kuchininki uyushsa birlashsa qanchalik muhimligini biz cho'qim bildirib qo'yishimiz kerak u ziyolininki bolasi yoki ziyolininki ajdoditi deydigan ish yo'q chet ellardami o'zinglar ko'rgansizlar qaysi bir kitob bosgan yoki bir dangliq roman yozayotganlarninki bir o'shundoq bizga o'xshash voy u bu deb ketadi kitoblarni faqat sotadi ular yozgan bo'lsa faqat o'ziga iqtisodiy kirim albatta qalbimizda hurmatlashimiz kerak lekin bular ziyolininki avlodi ziyoli shu ziyolininkini tutib olib ish qilyotidi man tashlab berdim facebookqa yana bir bizning mashariga bir ziyolilarninki shundoq bir nurg'un ishlar bor u narsalarni bak deb o'tirishning hojati yo'q ikki anandan keyin bo'lsa meni shu yerdagi g'o'ljidan ketgan bir shu g'o'ljilik bola shu xitoy borgandan keyin xitoy hukumatiga chiqib meningga qalpoqlarni kiydirib turkiya pasporti va ondaq mandaq oni qilayotgan mani qilayotgan deb kichik narsa yo'g'otib ota onamninki mushtaq vayron bo'lishga bizningki oilamizningki belgilik buningki qo'li bor ziyonkashlik ikkinchisi meningki ota onamga bo'lgan hissiyotimdan foydalanib meni qaqti so'qti qilgan meni narsa keraklarimni olgan va shundoqla mendan pul olgan shundoqla meningki hissiyotimdan foydalanib eng oxiri psixikam buzishotliq meni josuslik qilmoqchi bo'lgan ana lekin yana bir gap meningki bu yerga chiqishim kimningdir bir kuchkartishi yoki kaynimdan bir ishtirish bilan emas balki meningki opam dadamga bo'lgan farzandlik burchimni ado qilishninki meningki opam dadam xitoy turmusida ingrayotgan uyg'ur buvay mo'may yeshi 66-64 kelib qolgan uyg'ur ona bilan uyg'ur dada mening ota onam eli xalqiga hayotida hech qanday bir yomonlik qilib boqmagan tinch o'tgan madaniyatli oila meningki burunqi chiqolmasligimning sababi bo'lsa tuqqanlarimnikidan bo'lsa ikkinchi sababim mushundoq davo ichidagi sepaga kirib olgan aldamchi bo'ri terisiga qo'yninki bo'riga qo'yning terisini o'rnib olgan mushta yalmavuzlarning dastidan kechikib mening opam dadamniki vaqti hozirgacha turmada o'tib ketdi bo'lmasa man beshida ishlarni qilayotgan chog'da shunday yaxshi ketayotgandi anandan keyin tunaganning oyog'iga qarasam yozmalarda shundoq sotqa beramiz u bu debdi sotqa bersanglar meni bersanglar bo'ladi mana man 24 soat tayyor mening advokatim 24 soat tayyor man sotdim uningdan buningdan qo'rqib qolmayman man agar qo'rqqan bo'lsam bu yerga chiqmaydim kim sotqa berishdan qat'iy nazar man tayyorligim hozir meningki uningdan keyin yana bir gapni deb qo'yay mau arish peshvosi siz meni sotqa beramsiz yoki 9 qir ochiqingizga sep o't ko'ydirib tavlamsiz man uningdimi bak kuchli ko'p chiqaman agar siz mushuni qilsangiz man sizni haqiqiy erkakka deyman siz bir qiling biz bir chiqib boqayli mayli dunyo uyg'ur qurultiyi bo'lamdi va yoki qaysi tashkilotga bo'lamdi yoki qaysi odamning shaxsiyatiga qo'ygan bo'lsam meni sotqa bersa bo'ladi man tayyor man o'zim tayyor siz shuni esingizda bilingki bir tijoratchi qo'lida mablag' bo'lsa bir yer pul bo'lsa bir yerga mablag' silib egilik tiklaydi bir odam qobiliyatli yaxshi o'qigan bo'lsa diplom bo'lsa har qanday o'ziga doir kasbiga doir shirkatga kirib man bu yerda yuqori ish qila olaman deydi manmu o'zimniki qo'limdagi qanchalik dasmirimning borlig'ini bilgachga bu yerga chiqib so'zlayapman manga dunyo uyg'ur qurultiyininki bir turkiyadagi odamiy aloqaga chiqib mushlarni tillamagan bo'lsang mushning ichidagi odamlarni tillamagan bo'lsang u bu dedi man buning ichidagi odamlarni tillamadim xatoligini ko'rsatib berdim bularninki xatoligini ko'rsatib berdim bular mushunda hali buni qurultayning ichidagi mushunda bir odam
bizniki meni xalq menmi shu xalqninki bir tal xalq meni ashta qaqib so'qti qildi. Meningki ota-onamninki turmada har bir kun o'tayotganini ko'rib turib, meni qanchalik qilganini men o'zim bilaman. Shuningga yilimi men buni texava ayab qo'ydim. Oningdan keyin mushuni bir oshkorlatmamsa, ismini davatmamsa deb yozibdi. Men uni ismini hozir demayman, ham oshkorlamayman. Chunki biz xalq bundaq narsalarga ko'nib ketdik. Bir mazgillam ismi chiqdi, voyda tillaymiz to'piga ko'tarildi, anandiki unutishga boshlandi, ya'ni o'zining ishini qilaverdi. Uning kaynida Jungo Kommunistik Partiyasi bor. Uning kaynida Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasi bor. Uning kaynida Xitoy davlati bor. Uni sizlar qurultaydagilar o'rib etolmaysizlar. Men ming oshkorlasam uni chiqarib etolmaysizlar. Sizlarningki ko'nglinglarga ayon. Men faqat meningki mushu iqtisodiy WhatsApp'imdagi yo'llagan narsalar, xotini urgan pul mushlar bilan men buni uriblam shu muloqot qilib yetalayman. Men buni mashada urib, dum tushirib yetalayman. Sizlar uni men hargiz oshkorlasam, sizlar hech nima qila olmaysizlar. Uni sizlar bilasizlar. Shuningga qarindoshlar, qandaq iliqi nimanglar bo'lsa, naq sotqib bersanglar yoki bir naq maydonga chiqib biz gaplashsak bo'ladi. Unda bo'lsa, sizlar mening demoqchi o'g'lim endi sizlar qandaq tayyorlik qilsanglar, men bu shunday tayyorlikda. Bo'lsa, bu Amerikadagi advokat Nuri Tulkarni ishiltib, o'zinglarga bekorlik to'xtaydi, chiqimlaringlar keyin menga to'laydigan ishinglar olib qolsinmi? Advokat xashlab og'rib ketmanglar. Shu Nuri Tulkarni advokat tutib qilinglar. Lekin meningki ishim men qo'rqaqsammidim yoki qo'rqatmadim, agar men bilan ichishiblam yoki bir yerdan ilinib qolgan ishing bo'lsa, Turkiyaga ketgan o't qanday paraslab ko'ygandek, mayiqi Dunyo Uyg'ur qurultiyi, oyiqi Amerikadagi Zubayra xonim, mayiqi Tayvan, oyiqi Shangang, Xitoy demokratik hammasi tutishib paraslab ko'ydi. Bu chaqda menmi bir narsa bo'laman, senmi bir narsa bo'lsa, hammamiz bir narsa bo'lamiz. Shuningga men qo'rqoq solama, taras qilma. Men bir narsa bo'lsam, faqat ota-onam tomonidan Xitoy tarafdan bo'lmay, bu yoqdan hech qanday zarbaga uchramayman. Uningga 100% ishonchim bor. Shuningga o'zinglarni besib olib, daginglar kelsa, beringlar to'liq g'idg'itdan qilib odamningki nervasiga tegib o'ynamanglar. Mening bir kun eron tegsanglar, o'zinglarning kayfiyati bir hafta orqaga surilib ketadi. Bo'pti, qarindoshlar, unda bo'lsa, amsa Xudoyimga omonat, men o'zimning namozini qilaveray. Men texi xalqninki ayollarninki oq ko'rinishi, mavi qochoqchilik, odam yutkash, intervyu ratlash, narsalarga tex kirmadim. Men bu narsalarni texi mayaqqa qarib qo'yib turdim. Xalqninki beqavatdan o'zlarining bola chaqisi bor. Bo'pti, Yevropa turmush oson emas deb qo'ydim. Mayli qo'rqib yoki bir ishlardan emas, ma narsalar qo'rqqan bo'lsam, hech qachon men bu yerga chiqib bunday qilmayman. Shuningga meni qo'ygan bu qo'ymichi seninki Xudoyim baloyingni bersin. Seninki nasling qurib ketsin. Hech qanday bir dunyodan izlerigan qolmasin seninki. Seninki xotin, balang hammasininki Alloh balasini bersin. Sana hech qachon bir yaxshilik bo'lmasin. Sen meninki hissiyotimda foydalanib, mening ota-onamni aldiding. Lekin men yana o'g'alvalchilik qilib, seninki rasvo bo'lmasligingni nima qildim? Sen bilan texi bu hisob kitobda tugishmadi. Sen meni qulog'ingni obdan ding tutib, o'tganda kayfiyating nacharlashib, Facebook bilan chiqarmabsan, sen shu kunla 1-avgust chiqib qo'yib ketgansan. Bugunmi xabar chiqarib qo'y. Voy, sen degan u chiqamsang bo'lmaydi, seninki vazifalaring bor. Bo'pti, unda bo'lsa qarindoshlar hamsa, men bu aston asrimni yig'ishtiray, yomg'ir yig'ishga boshladi.